Assalomu alaykum. Samsung A07 narxida sizlarga turetskiy mo'shi pilisos olib kelib qo'ydik. Videoni oxirigacha ko'ring, qiziqarli ma'lumot hali oldinda. Ko'rgan bo'lsalaring, mana plombali. Buni raspakovka qilamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Dokumentlari bor. Eng asosiysi mana 5 bitta yuvish uchun 5 tomchi deydigan o'zini asosiy turetskiy mana ximiyasi ham bor. Mana o'zini bachogi suvli bachogi bo'ladi. Mana ichini ochib ko'rgan bo'lsalaring, juda ham sifatli pilisoslari chiqadi. Mana pilisos ko'rsalaring, mana juda ham zo'r chiqqan. Endi mana o'zi nasatkalarni ko'rgan bo'lsa, juda ham yumshoq, zo'r sifatli ishlangan. Keyingisi mana qo'lda bular ham ancha puxta, zo'r ishlangan. Keyingisi kabeli ham juda ham zo'r, baquvvat ishlangan ekan. Endi sizlarga buni bitta-bitta ochib ko'rsatayotganimizda yana bitta narsa sizlarga foydali ma'lumot bo'lishi aniq. Ko'pchilik mo'shi pilisos deganda konteyneri bitta bo'ladi yoki xuddi shu tartibda bo'ladi deydi. Lekin aslida haqiqiy mo'shi pilisoslar bitta suxoyga, bitta suvga bo'ladi. Konteyneri ikkitalik bo'ladi. Xuddi o'shanda asosiy mo'shi pilisos bo'ladi. Haqiqiy mo'shi pilisos ikkita konteynerda bo'ladi. Sizlarga hozir mana birinchi ishlashini ko'rsatib beramiz. Mausini qo'yib oldik. Mana uni chekka tushadi. Endi birinchi o'rinda mana usini qatirishni o'rganishimiz kerak. Buni qatirish uchun bizga bir dona atverka kerak bo'ladi. Atverkada mana bu yerda bolgaykasi bo'ladi. O'shani bo'shatib olamiz. Ishdi. Mana uni qo'yamiz. Qo'yganimizda mana yerda teshigi o'zi keladi. Mana keldi. Mana unisi joylashdi. Olish ham juda ham oson. Oldik, soldik. Mana ximiyani yarim litr suvga 5 tomchi qo'shiladi. Shu bilan o'zini aytgandan maydan bosganlaringda suv ximiyali suv mashqqa o'tib, palosingizni bemalol yuvib, bu yerda bosmagan taqdiringizda 90% gacha palosingiz yuvilgan palosni yoki pilos gilonni 90% gacha quritib beradi. Hozir sizlarga endi qanday ishlatish usulini o'rgatib beramiz. Ketdik. Mana ko'ryapsizlar, ishlayapti. Mo'shi zo'r narsasi. Mana ko'rgan bo'lsalar, mana chaqirayotganingda mana tortishladi. Yo'qsalar o'chadi. Mana aytib bosimda qilganlaringni o'zi avtomatik shimolsa aylanib, quritishni boshlaydi. Plus mana issiq havo chiqishiga, issiq havo chiqadi avtomatikda. Plus xuddi shu paloslarni quritib berishga xizmat qiladi. So'rishi, quritishi juda ham zo'r. Turetskiy brend hammalarga tavsiya beraman. Xohlasalaring xuddi shu ko'rsatganimdagi Samsung 07 olasizlarmi yoki xuddi shunaqa eng zo'r Turetskiy brend ostidagi Turetskiy mo'shi pilisos olasizlarmi? Tanlovlarda kanalimizga obuna bo'ling va bitta like bosib qo'ying. Rahmat.